Yorug' narsalarni videoga olishni boshlaysizlar, o'sha ekranda yorug'lik mana bunaqa akslanib, xunuk tasvirni vujudga keltiradi. Demak, siz ekranga bosib turib, qulfchani chiqarib, mana bunaqa qilib yorug'likni maksimal darajaga tushirsangiz ham bo'ladi, lekin o'zingiz xohlagan ko'rinishni ololmasligingiz mumkin. Xo'p, buni to'g'irlash uchun nima qilamiz? Ko'proq funksiyasidan professional videoga kiramiz va bu yerdan ISO'ni tanlaymiz. Chapda eng chetda. Xo'p, ISO'ni demak, ko'ryapsizlar. Tushiradigan bo'lsak, bu o'sha ekrandagi tasvirdagi yorug'likni bizga tushirib beradi. Ko'ryapsizlar? Qanday darajada tiniq chiqarib beryapti. Menda hozir kameralarim biroz kir. Video dars olishdan oldin kamerani artishni unutibman. Lekin shundaki ham qaranglar, ISO'ni pasaytirish o'sha yorug'lik balansini qanchalik chiroyli qilib chiqarib berdi. Ammo buni bitta yomon tomoni bor. Yorug' joylarni qancha qorong'ilashtirib normal holatga keltirgani bilan mana bu o'rtacha yorug'likdagi joylarni juda ham qorong'u qilib yuboradi. Bu yerda hozir mana bu yerda tugmachalar bor, o'zi ko'rinmay qoldi. Demak, shunaqa qilib sizlar ham videodagi yorug'likni sozlashinglar mumkin bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek bir qancha funksiyalar bor. Bularning hammasini bitta darsda nima vazifalar bajarishi bilan tushuntirib o'tamiz. Uning uchun Ontech YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Bu videoni telefoni oddiy iPhone emas, Samsung bo'lgan, lekin videoga olishga qiziqadigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Bizning sahifaga obuna bo'linglar. Biza mana shunaqa yurgan joyimizda ham foydali deb bilgan ma'lumotimiz chiqib qolsa, sizlarga aytib ketishda davom etamiz. Ko'proq ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'linglar.